O'zbek xalqining sevimli aktrisasi Ra'no Shodiyeva hayotidagi qiyinchiliklari va sinovli kunlari haqida gapirdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Ra'no Shodiyeva oilada kenja farzand bo'lib, bolaligidan mashhurlikka intilgan. Omad unga maktab yillaridayoq kulib boqqan. 13 yoshida Ra'no sinfdoshlari bilan darsdan keyin sayr qilayotgan paytda uning maftunkor qiyofasini rejissor Kamara Kamol va payqaydi va unga o'z filmida rol ijro etishni taklif qiladi. Shu sababli bo'lajak yulduzning kino olamidagi debyuti boshqalarga qaraganda ertaroq Atrofni qor bosdi filmida bo'lgan. Ra'no Shodiyeva Davlat san'at va madaniyat institutini tamomlagach, eng yaxshi o'zbek filmlarida suratga tusha boshladi. 2007-yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. Buning ustiga o'zining dizaynerlik brendini yaratdi va keyin imkoniyati cheklangan bolalarga aktyorlik mahoratini o'rgatish darslarini boshladi. Ra'no Shodiyeva 3 farzandning bir qiz va Amir hamda Diyor ismli 2 o'g'ilning onasi. Aktrisaning to'ng'ich farzandi Ruxshona nafaqat onasiga yaqin, balki uning biznesdagi hamkori va administratori hisoblanadi. Ruxshona aktyorlikda ham o'zini sinab ko'rgan va Novda filmida rol ijro etgan. Ra'no Shodiyevaning turmush o'rtog'i Olim Uzoqov tadbirkor bo'lib, uning hayotidagi asosiy tayanchi va qo'llab-quvvatlovchi hisoblanadi. Hatto 2023-yilda o'tkazilgan umumiy fotosessiya chog'ida ham Ra'no turmush o'rtog'iga bo'lgan muhabbatini izhor qilgan. Chunki aynan Olim Ra'no hayot bilan xayrlashishga tayyor bo'lganida uning yonida bo'lgan va qiyin kasallikka qarshi kurashda qo'llagan. 2022-yilning kuzida Shodiyeva murakkab operatsiyani boshdan o'tkazdi. Uning jigarining 70% olib tashlandi va Turkiyada uzoq davom etgan davolanish kursini o'tdi. Vaziyat juda jiddiy edi, chunki hayotiy muhim organni metastazlar zararlagandi. Bu onkologiyaning 4-bosqichi edi. 2024-yilda esa aktrisa o'zining Instagram sahifasida ushbu qiyin bosqichni yengani va saratonni yengib chiqqani haqida quvonchli xabar bilan bo'lishdi. Shuningdek, u Istanbulning yetakchi klinikalaridan olingan tahlil natijalarini ham taqdim etdi. Natijalar umidbaxsh edi. Shundan beri aktrisa aktyorlik faoliyatiga qaytdi va yangi kino loyihalarida ishtirok eta boshladi. Do'stlari va hamkasblari uning matonati va jasoratidan hayratga tushib, dunyodan uzilib qolmasdan imkonsiz narsalarni amalga oshira olganini e'tirof etadi.